Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarimiz, jumladan Dunyo qurultayining 8-chi navbatlik vakillar qurultayining aziz mehmonlari, vakillari va kuzatuvchilar, biz Dunyo qurultayining 8-chi navbatlik qurultayiga tayyorlik qilish uchun bir guruh mehmonlar bu Sarayevoga, Bosnaning poytaxti Sarayevoga, Saraybosnaga yetib keldik. Mana Yaponiyadan Savut, Avustraliyadan Pulat, Şvitsiyadan Dilşat, Germaniyadan men Dolqun, Erkin, Amerikadan Samet ve bizdeki Gambiyadaki qarindoshlarimiz da bilan kelib, hozir rasmiy bir yerde qurultayning tayyorlik ishlarini başladık. Ama bir qancha soat ilgari bizning katibimiz Erkinning nomidan emili haq qilinib, buzg'unchilik uchrab, İngilizce ve Uygurca mening imzarim bilan bu qurultay amaldan qoldi deb İngilizce Uygurca bir emil bilan taqiqtilgan. Bu orqali insonlarning qalbisini qaymoqtirib, bu qurultayga buzg'unchilik qilishning yangi bir usuli yaratilib paydo bo'ldi. Buni darhol bayqadik. Bayqab hozir uning emilini tamamen biz uni boshqadan qurib chiqdik ve bu haqda sosyal medyalarda ve bizim yig'inimiz kelmoqchi bo'lgan chet ellik mehmonlarga uqtirishlar avatildi. Kayni-kaynidan dünyanın her qaysi joylaridan bu yig'in tayyorlik qilib uchish olib turayotgan qarindoshlarimiz bu yig'in amaldan qoldim rastlaydigan biraz bir parpakanchilik yuz beryotdi. Bularning hammasi yolg'on. Mana ko'ngillardek biz chigirtni hech qanday problem bo'lmay, hammamiz nihoyat sog'lom holda Bosnaga yetib keldik. Bu yerda saqchilar o'rnashtirildi, bexatarlik shirkatlari bilan to'xtamlar tuzildi. Xudoyim bo'lsa yig'inimiz Xitoyning o'ylig'idek emas, bizning orzu qilganimizdek nihoyat muvaffaqiyatli, sağlam bir şekilde bu qurultay o'tkazildi. Tayyorlik ishlarimizni boshlatdik. Bir qism mehmonlar mana kelib bo'ldi, bir qism mehmonlar ertadan boshlab keldi. Shuning buni yurtdoshlarimiz bilan o'rtoqlashaylik dedik. Hech qanday ishkilanmasdan, taraddud qilmasdan burun yig'inimiz burun qanday plan qilgan bo'lsa, shu plan bo'yicha davom qildi qurultayimiz. Qurultayimiz millatimizga, xalqimizga xayrlik bo'lsin.